Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Steve va Steve 2. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir Steve 2 aytgandek, aytolmayman. Xullas, bugun videomiz nima haqida bo'lishini Steve 2 aytadi. Do'stlar, hozir oldimizda ovozlarga e'tibor bermasiz. Bizga 3-4 kun oldin bir xat keldi do'stlar. U xatni kimdir, kimsasiz odam deb yozilgandi. Mana xatnoma ko'rib tursangiz, mana o'qib beramiz hozir. Bu 3-beti. Salom aziz do'stlar. Kechirasizlar. Salom, sizlarni ehtiyot bo'lishingizni so'rayman. Do'stlar, aziz do'stlar, o'rganib qolibman, shunga kechirasizlar. Zombi hujum qiladi. Ehtiyot bo'ling, xayr. Bu odam ikkita tashagan edi. Bular bittasini yo'qotib qo'ydik, to'g'risini aytsam. Do'stlar, mana biz hozir zo'r qilib, zo'rg'a bir hafta ichida shuncha uy qurgan edik. Endi zombi apokalipsis bo'lib, hozir ana bu yerda hozir qasrimiz bilan tanishtiraman. Unga qaradar men olib qo'ygan zaxiramni yer to'lamizda. Ya'ni mana ko'ryapsizlarmi do'stlar, haliga bo'ladi. Do'stlar, kechirasiz. Do'stlar, mana hozir tushamiz. Ko'ryapsizmi do'stlar, liftga tushib haligi sirli joylarga tushayotgandek bo'lamiz. Mana biz zaxira qilib qo'ydik. Bu toshni istab qo'yib qo'yibdi. Mana hamma yoqi yaxshi qilichu sandiq, mayli, bu qarmoqlarimizgacha qilib qo'yganmiz do'stlar. Boltalar, qarmoqlar kil qolmaganmiz, chunki biz zombi apokalipsga kilka kerak emas. Aytishlaricha 5 faza bo'lar ekan. Uni nima deydi? U noma'lum odam aytgandi, lekin biz uni yo'qotib qo'ydik. Shu sababdan. Endi g'orga olmos topgan tushgandim. Endi topishdan chiqayotgandim, o'lib qoldim-da, shu sabab bo'ldi. Bular hammasi mana ko'rib turganingizdek olovli yanolar bilan to'ldirilgan. Undan o'tsa ham mana bu lavalar bor. Undan o'tsa ham kechirasiz, undan o'tsa ham lavalar bor, bu bor. O'tishgandan so'ng esa tepadan biz ularni o'q yog'diramiz. Undan oldin golem ular bilan jang qilib o'tishadi. Hozir men ko'raman, agar oshqovoq boshlarini olgan bo'lsam, jonsizga o'tib oshqovoq boshlarini olaman. Do'stlar, vaqt kam qolyapti. Steve, Nima deysan? uylarga chuqur qazyapsanmi? Zombilar uyimizga kirib kelsa, chuqurning ichida o'tirishadi, gap qilib. Mayli. Bizning itlarimiz bor, bu yerda dehqonchilik ekanovi. Bizni bu yerda o'rnosimiz bor edi, Steve opdi. Mayli, unga hech nima demayman. Hozir biz mana bu yerda biz plastinkalar bor. Bu plastinkalardan eshitdik. Bitta itimiz ichkarida, bittasi tashqarida. Go'shtga olishib kerak. Sen nechta ovqatlanish joning bor? Yarimtasi ketdi. Endi nima buyoqqa qo'yib qo'yding? Do'stlar, biz zombi apokalipsis bo'lgunicha biroz biz uxlab turamiz. Bugun emas, ertaga bo'lar ekan. Ungacha qovoq boshlarni jonliga olishim kerak do'stlar. Hozir do'stlar, bugun har savorda, ayniqsa ular quyoshda yonib ketadi desak, ular haligi Misrlarda bo'ladi-ku, ana shunday zombilar bo'lar ekan. Do'stlar, reklama. Do'stlar, ular eng qizig'i Misrda yashaydigan zombilar. Ana qora narsami? Hech narsa ekan. Nima qilyapsan? Yo'g'lardi. Tashib o'tirsan men endi. Do'stlar, zombi apokalipsis boshlanishi mumkin. Ungacha bu Steve qilyapti. Mana bu yerda sandiqdagi narsalarni mana bu yerda biroz bu yerda baliqlarni kuzatib
kuzatib turaman. Do'stlar, bizda unday narsalar ko'rinmoqda. Mana shu uylarga men juda yaxshi bo'lgan do'stlar. Sana narsalarda o'tvordi. Tezda chiqish kerak. Jonimiz kam. Qanday. Hozir biz mana bu yerga ilashib olsak ham katta gap. Zombi apokalipsga do'stlar 15 ta boshlanishi mumkin. Do'stlar, hozir biz do'stlar ular kelishibdi. Do'stlar, bizni ko'rmasdan Stiv tezda. Xo'p bo'ladi. Hozir ketdik. Ketdik. Tezda qo'ng'iroqlarni olamiz. Tezda tushamiz. Men tushdim. Kiyimlarimni olyapman, Stiv. Tezda ol. Men olmoqdaman. Kamonni men olaman. Mana bunday. Qalqon olaman. Do'stlar, reklama. Shu paytda reklama hozir bizni o'ldirib tashlashadi. Bular nimagadir bizdan aqlliroq. Do'stlar, reklamani ham ba'zi paytlarda ulaveryapman videoga, kechirasiz shu joyda. Hozir qilichim. Mana do'stlar, hozir qilichimni olaman. Bo'ldi, ketdim. Men ketdim. Do'stlar, kechirasiz. Video ko'p bo'lmoqda. Shu sababdan videolarimizdan ba'zilari Stiv borasan, men hozir boraman. Stiv, sen formalarni kiyib bor, men hozir jangga chiqaman. Ketdim. Zombilarga qarshi jangda ular meni bilishmayapti nimagadir. Hammasi meni orqamdan qulishmasdan, ya'ni zombilar juda kam. Bizni go'lim qo'shimizdan ham o'tish olmaydi shekilli do'stlar. Zombilar kelibdi va nihoyat biz hozir ularni hammasini do'stlar qanday kirib olamiz? Go'lim qo'shinlarimizni boshlashimiz kerak. Boshqa. Voy, do'stlar, yo'q, biz Stiv meni himoya qilib tur. Ba'zi shoshilib qochaman men. Stiv, tez kir. Stiv, tez kir. Stiv, narsalaringni o'zim olaman. Olmasdan yonib ketdi. Stiv, meni kechir. Meni formasiz jang qilishingga to'g'ri keladi. Meni ham Stiv, yo'q, o'zini hamma narsam yonib ketdi. Qilichda bo'lsa ham jang qilamiz. Stiv, bo'l jangga. Ular bizni hozir ko'rib kelishadi. Birinchi fazadan tinch o'tib olsak bo'ldi. Stiv, ketdik, Stiv. Yopishing shart emas, Stiv. Ketdik, Stiv. Mana bu yerda zombi go'shtlari hamma, xudoga shukr. Birinchi faza tugadi. Endi ikkinchi fazada qanday zombilar kelar ekan, do'stlar? Shuncha zombini yo'q qildi. Afsuski, bu yerda bizning ba'zi jangchilarimiz ham o'ldi. Mayli do'stlar. Nega narsalar olmayapti? Do'stlar, kechirasiz hozir. Ikkinchi faza boshlanib ketibdi. Mardonlar hammasi o'lishyapti-ku, jangchilar. Stiv to'g'rimi? Mana Stiv menda. Do'stlar, mana hammasi o'lishyapti. Ularga bir bizni narsalarimiz, do'stlar, kechirasiz. Bizni narsalarimiz, biz indamay tursak ham ular mardonlar o'lishaveradi. Afsuski bizni uyimizga ketib qolishmasdan biz bilgandik.
Ular biz qo'ygan tuzoqlarga endi bizga buni ortiqchaligi qildi. Mana do'stlar, hozir buni biz jangga chiqdik. Mana do'stlar, qochaman. Jangchilar mana meni o'ldirishdi. Do'stlar, biz o'ta tez ishlashimiz kerak. Bu mardonlar zombilarga qaraganda o'ta aqlli. Bu narsalarimni olishim kerak. Mana bu yerda sim. Mana shular yaxshi narsa. Mana hozir buni o'qotib ishlasa bo'larkan. O'q, yana o'ldirib qo'ydik-ku. Nimaga Stevni o'ldirmayapti? Stev, nimaga seni o'ldirmayapti? Endi sen Steve 2 degan noming bor. Albatta ikkinchisi, shuning uchun meni hech kim o'ldirmaydi. Steve, mayli. Hozir mana buni tagida sizni bir bunkerimizni joyi bor. Bunkerga hozir men o'tguncha qo'ymasmda. Bu narsani, mana bu narsani qilish uchun yasam qo'ygani nimam bor ekan, do'stlar? Oshqovog'im bor, oshqovog'ini qo'yaman. Bu do'stlar, reklama isting. Do'stlar, mana bu yerda bor keldi olmoqda o'zimga. Hozir qiynalaman endi. Steve, men uyga kirmoqchiman. Kirmaysan. Jangmi? O'zimizning oramizda jang bo'lsa, o'zimizning oramizda jang. Voy, Steve, narsalar endi meniki. Yaxshi. 2 3 deydi. Stevejon. Do'stlar, mana ikkita anonimiz tugadi. Mana sizlar bilan va nihoyat zombi Pakaladus va mana bu odamning ismini bilmayman. Shu Pakaladuslarni tugatdik xullas. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha